Hammaga salom, men Nafisa Narkulova, psixolog, parapsixolog, ruhiy ustoz va terapevt, 35 ta meditatsiyani avtori va men hozir sizlarga Londonni Bridge Tower viewsi bilan sizlarga o'zimni podkastimni yozyapman. Turib aynan o'zimni shu vaqtgacha 3 ta eng muhim qilgan qarorlarim va o'sha qarorlarimni qanaqa qilgan bo'lardim va qanaqa tajriba olganman. Aynan mana shu haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. Так что mana sizlarga aynan mana bu Bridge Tower, men hozir kursdaman. Aynan mana bu Bridge Tower bilan shunaqa view bilan sizlarga podkastimni yozaman va biz aynan mana bu hotelda The Tower Hotel by Thistle'da biz hozir dam olyapmiz, to'xtalganmiz. Xo'p, bugungi bizning podkastimizda aynan meni 33 yoshimgacha qilgan qarorlarim va undan olgan tajribam va uni qanday qilgan bo'lardim. Birinchisi bu aynan meni qalb kasbim o'zi вообще-то kasb tanlashda qanaqa xatolarga yo'l qo'ymagan bo'lardim va qanday qilgan bo'lardim va oxirgi o'tgan 33 yil davomida necha yil yutqazganman va nima qilsangiz, agarda men o'sha o'tmishimdagi Nafisaga ham shu maslahatlarni bergan bo'lardim. Nima qilsang, yanada tezroq borasan. Vaqtingni nechadir yillab, 10 yillab, 15 yillab, 20 yillaringni prosta osmonga uchirib yubormaysan deb maslahat berardim. Ikkinchisi, aynan partnyor tanlashda nimalarga e'tibor berishni juda ham ta'kidlab aytgan bo'lardim. Uchinchisi, bu yana bitta eng muhim qarorlar va qiladigan xatolar bu farzand tarbiyasi. Farzand tarbiyasida nimalarga, qanaqa xatolarni qilmasligini va aynan o'sha xatolarini oldindan agarda qilmasa, juda ham zo'r hayotida yanada zo'r o'sish va hayotidagi kelajakdagi avlodini juda ham komil inson bo'lib yetib chiqishini men katta hayotimdagi tajribalarim bilan bo'lishgan bo'lardim va bu narsani men hozir o'tmishdagi Nafisaga emas, aynan sizlarga bo'lishmoqchiman. Так что agar tayyor bo'lsalaringiz, biz boshladik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz agar, men sizga va'da beraman, juda ham ko'p narsalarni olasiz. Ya'ni meni 33 yillik hayotimni bitta podkastda juda ham muhim qarorlarda o'rganasiz, tajribalarim bilan bo'lishaman va o'sha tajribalarim sizni hayotingizga ham juda yaxshi ijobiy ta'sirini ko'rsatadi va bunga ishonaman. Birinchisi bu men qalb kasb tanlashim. Aynan men 20 yil oldin qalb kasbimni tanlayotgan vaqtim juda ham chuqur e'tibor bilan tanlagan bo'lardim. Nimagaki, aynan 13-14 yoshimizda biz o'zimizni kasbimizni tanlaymiz. O'zi qanaqa kasb tanlasam ekan, o'zi meni qiziqishlarim nima, kim bo'lmoqchiman deb o'zimizga chuqur savol beramiz. O'zi aslida 13-14 yosh aynan zo'r yosh. Va nimaga bu narsani aytayapman? Chunki meni qizim Shahlo 14 ga kiradi. O'zi mana 10 kundan keyin, 7 kundan keyin 14 ga kiradi va uni o'zi tanlagan kasbi bor. Ya'ni kim bo'lmoqchiligini o'zi anglab olgan. Kstati, Britaniyada ham 13-14 yoshli bolalar o'zi kasbini tanlaydi. Aynan qanaqa kasb, qalb kasbini, aynan qanaqa kasb egasi bo'lmoqchiligini tanlaydi va o'sha kasbdan ketadi. Ya'ni biz O'zbekistonda SSRskiy programmada bizda hamma kasblarni, hamma fanlarni, to есть hamma fanlarni bilishimiz kerak, lekin amerikanskiy, britanskiy programmada, ya'ni xalqaro programmada bunaqa narsa yo'q. Ya'ni o'sha inson o'zini kim bo'lmoqchiligini 13-14 yoshda aniqlab oladi va o'sha kasbni chuqur o'rganadi. Ya'ni international yoki universal degan narsa yo'q chet elda va bu narsa insonni bitta kasbda chuqur o'rganib va o'shanda professional bo'lishiga yordam beradi. Va men o'zimga qanaqa maslahat bergan bo'lardim va qanaqa xatolar bo'ldi va xatolarimni xato deb olamanmi yoki tajriba deb olamanmi? Albatta men qilgan xatolarimni hayotimdagi tajribam deb olaman. Именно men qilgan xatolar qanaqa bo'lgan? Birinchi o'rinda men yurist bo'lmoqchi bo'lganman, chunki meni oilam yuristlar, davlat idoralarida ishlayotgan, voyen, ya'ni harbiy, yurist, advokat
militsiyada ishlaydi va shunaqa insonlar. Ammam, amakimlar va meni dadamning o'zi ham harbiy. Va men o'zim yurist bo'lmoqchi bo'lganman. Konstitutsiyani 128 ta konstitutsiyani yod olganman. O'zimni 6-sinfimda yod olganman. Uxlab yotgan joyimdan turg'izsangiz, men 128 ta moddani har birini uzunlarini ham yod olganman va aytib bera olganman. Va o'sha vaqtda yuridiskiy litseyga topshirmoqchi bo'lganman, lekin meni ayam meni ugovorit qilgan, ya'ni meni ko'ndirgan bank kollejiga topshirishimga. Va men bank kollejiga topshirganman. Hatto eng qizig'ini aytaman, matematikadan 0 man. Buni tan olaman. Lekin o'sha matematikada 0 bo'lsam ham, shunga qarshi borib men tanlaganman, bank kollejiga topshirganman. O'shanda nima bo'lgan? Nima sababli bank kollejiga topshirganman? Sababi, что men litseyda o'qisam diplom olmayman. Agar kollejda o'qisam diplom olaman. Olgan diplomim chang bosib yotgan. 3 yil davomida o'qiganman va matematikadan bilmaganligim uchun o'qituvchi meni bahoyimni 5 qo'yib bergan, chunki men boshqa fanlarda 5 baholarda o'qiganman. Qizil diplom bilan bitirganman. Qizil diplom olishim uchun bitta matematikani yaxshi bilmaganligim pand bergan va o'qituvchim o'sha yerda qo'llagan. Agar meni o'qituvchim, agar matematika o'qituvchim bu narsani ko'rayotgan bo'lsa, minnatdorman. Lekin bitta narsani aytaman, men qizil olgan diplomim menga hech narsa bermagan. Agarda men o'tmishimdagi Nafisaga nima maslahat bergan bo'lardim? Hech qachon Nafisa, hech qachon sen qizil diplomga qarama. Hech qachon umuman diplomga qarama. Chunki seni kelajakda senga non beradigan va seni zo'r qiladigan, o'stiradigan narsa bu seni diploming emas. Bu seni oladigan ilmlaring, oladigan bilimlaring deb aytgan bo'lardim. Sababi meni hayotimda diplom hech qanaqa rol o'ynamagan va hech qanaqa insonni eshitmaganman, что uni diplomi uni boqayotganligi. Ya'ni biza hayotimizda bizani diplomimiz bizani boqmaydi yoki bizani diplomimiz qalb kasbimizni tanlab bermaydi. Hattoki aynan tanlayotgan vaqtda, misol uchun prestijli kasblarda ko'pchilik tanlashga harakat qiladi. Что doktor bo'lsam ko'p pul bo'ladi yoki bank sohasida ishlasam ko'p pul bo'ladi yoki mana bu yerda o'qisam men diplom olaman degan narsa bilan tanlamasligini men maslahat bergan bo'lardim va sizga ham shu narsani maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni hozir o'tmishdagi Nafisaga berayotgan maslahatlarim aslida siz uchun ham atalgan. Har biringiz uchun atalgan. Agarda siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bu aynan siz uchun atalgan. Nimaga e'tibor berishini so'ragan bo'lardim. Birinchi o'rinda haqiqatan ham o'zi xohlagan kasb aslida uni qalbi xohlagan kasbmi yoki prosta mana bu kasb tanlasa ko'proq pul topadi, mana bu kasb tanlasa insonlar orasida obro' e'tibor oladi, inson ota-onasini rozi qiladi yoki tanlayotgan kasbi ayasi yoki dadasini ushalmagan orzusi bo'layotgan bo'lsa, men sizga aytgan bo'lardim, hech qachon bu narsani qilmang. Chunki aynan siz bu ishni qilib, siz umringizni yo'qotasiz. Prosta umringizni osmonga sovurib yuborasiz. Aynan sizning hayotingiz bir marta beriladi va boshqa insonni, hattoki ota-onangiz bo'lgan taqdirda ham boshqa insonni ushalmagan orzusini siz o'zingizning umrlaringiz bilan amalga oshirib berasiz. Va bunga siz 1 yil emas, 2 yil emas, balki 5 yil, balki 10 yil, balki 20 yil, balki 15 yil hayotingizni tikib olishingiz mumkin. Bitta insonni orzusini amalga oshirishingiz uchun. Shuning uchun qalb kasbni tanlayotgan vaqtda birinchi o'rinda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu siz u kasb haqiqatan ham sizni bolaligingizdan orzu qilgan kasbingizmi? Va u kasbga erishsangiz insonlarga qanaqa foyda bera olasiz? Ya'ni siz qilayotgan kasb, siz shug'ullanayotgan, siz tanlagan kasb va siz qiladigan ish odamlarga xizmat ko'rsatish bo'lishi kerak va aynan o'sha xizmat ko'rsatish orqali odamlarga foyda keltirib, odamlarning hayotini yaxshiroq, chiroyliroq, baxtliroq, zo'rroq, millionerroq, boyroq-da, sog'lomroq, go'zalroq qilishingiz kerak bo'ladi. Xoh bo'ling dizayner bo'ling, xoh bo'ling tikuvchi bo'ling, xoh bo'ling kafengiz bo'lsin, ovqat pishiring, xoh bo'ling oshpaz, xoh bo'ling yurist, xoh bo'ling psixolog, xoh bo'ling terapevt.
siz odamlarga xizmat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizda birinchi maqsadingiz mazza qilish, ya'ni odamlarga men hozir qanaqa foyda beraman, mana bunaqa foyda beraman va o'sha orqali siz mazza qilishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda siz pulni orqasidan chopmaysiz, pul sizni orqangizdan chopadi. Pul sizni orqangizdan quvadi. Aynan mana bu maslahat, bu birinchi o'rindagi maslahat. Bu narsaga juda ham e'tibor bering. Meni o'zim bank kollejiga topshirganman. Bank kollejdagi diplomim chirib yotibdi. Undan keyin men psixologiya universitetiga topshirganman. Va men hozir 5 yildan beri o'rganib kelaman. 5 yildan beri o'zimga juda ham ko'p ustozlarda ta'lim oldim. Terapevt bo'ldim. O'zbekistonga kirib kelmagan juda ham kuchli terapiyalarda, borliq terapiyalarini, farishtalar terapiyalarini, aynan tozalov terapiyalarini olib kira oldim. Va insonlarga 35 ta avtorskiy meditatsiyamni yaratdim va men yaratgan meditatsiyalarim insonlarning hayotini, 3000 dan ortiq insonlarning hayotini, o'quvchilarning hayotini boyroq, go'zalroq, chiroyliroq, baxtliroq qilib berdi. Va men juda ham bu narsadan minnatdorman va bu narsa menga juda ham kuchli kayf beradi. Rohatlanaman qilayotgan ishimdan. Lekin ungacha ketkazgan vaqtim shunda 28 yil bo'lyapti. Ya'ni men 28 yil umrimni shunchaki insonlarda baxtli bo'lish uchun, shunchaki boshqalarning orzusidagi hayotni haqiqatga aylantirib berish uchun sarflaganman. Lekin o'tkazgan tajribalarimdan, hayotimdagi xatolarimdan nolimayman va agarda men bu xatolarni qilmaganimda edi, men 28 yildan keyin boshlamasdimda, men ancha yil oldin boshlagan bo'lardim. Ya'ni meni hayotimdagi psixolog, parapsixolog, ruhiy ustoz, terapevt, mana bu meditatsiyalar 35 ta meditatsiya emas, balki 100 ta meditatsiya va meni 5 yillik tajribam emas, bo'lishi mumkin edi 15 yillik tajribalarim bo'lishi mumkin edi. Lekin o'tkazgan yo'limdan, tajribalarimdan, xatolarimdan pushaymon yemayman. Hammasidan minnatdorman. Nafisa, bilaman, hozir o'tmishdagi Nafisa buni ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Chunki o'tmishdagi Nafisa bu siz bo'lishingiz mumkin. Xoh bo'ling siz, xoh bo'ling meni o'tmishimdagi holatim. Biz hammamiz faktichki bitta bizani bog'lab turadigan bizani ruhimiz va bizani ruhimiz Allohning ichidan chiqqan nafas. Shuning uchun o'tmishdagi Nafisa, agar bu podkastni sen hozir ko'rayotgan bo'lsang, bilib qo'y. Sen o'zingni qalb kasbingni tanla. Hech qachon insonlarni rozi qilishga harakat qilma va seni qo'lingdan albatta keladi. Sen o'sha kelajakda bu narsalarga erishding, ya'ni sen o'zingni orzuyingdagi kasbingni qilyapsan va erishding. Tak что to'xtama. Xo'p, ikkinchisi bu juda ham muhim, yana bitta muhim qarorlardan biri partnyor tanlash, ya'ni o'zingizga umr yo'ldosh tanlash. Umr yo'ldosh tanlashda men nimalarga e'tibor bergan bo'lardim? Birinchi o'rinda siz tanlayotganingizda o'sha partnyoringizni ota-onangiz yoki dugonalaringiz yoki bilmadim, qanaydir statusda, ya'ni o'sha bu inson shunaqada, shuning uchun men buni tanlayapman. Bu inson menga bu taraflama udobnida, shuning uchun tanlayapman. Meni qanaydir qadriyatlarimga, xohishlarimga to'g'ri kelyapti, shuning uchun tanlayapman deb tanlashni qilmasligingizni maslahat berardim. Chunki siz tanlayotgan partnyor sizda to'g'ri qadriyatlaringizga to'g'ri kelishi mumkin, sizda ota-onangiz xohlashi mumkin, insonlar sizga va zo'r deyishi mumkin, lekin siz partnyor bilan yashayotgan inson siz bo'lasiz va sizni hamma xohishlaringizga to'g'ri kelib qolishi mumkin, lekin siz u partnyorda ertaga kelajakda, misol uchun 10 yil yashaysiz, 5 yil yashaysizda qadriyatlaringizga to'gri kelishi mumkin, lekin eng asosiysi, agarda siz o'sha partnyoringiz bilan sizni bog'lab turadigan muhabbat bo'lmasa, siz u partnyor bilan baribir qiynalasiz. Nimaga desangiz, har doim menga ayollar keladi, men erim bilan bilmayman, to'g'ri kelmayapti, menga xohlamayapman, bunday bo'lyapti va mendan so'raydi, men nima qilay, o'sha oilam parokanda bo'lib,
ajrash arafasidaman. Yashagim kelmayapti deydi. Men birinchi so'rayotgan savolim nima bo'ladi? Sen eringni sevasanmi yoki yo'qmi? Nimaga bu narsa juda ham muhim? Birinchi o'rinda muhabbat turadi. Agarda o'sha sizga to'g'ri kelmay qolish mumkin, to есть qanday aytsam ekan, qadriyatlar to'g'ri kelsa ham sizni qalbingiz xohlamay qolishi mumkin. Bu oila har doim muhabbat bilan qurilsa, qolgan narsalarda moslashtirib olsa bo'ladi. Lekin agarda qadriyatlari to'g'ri kelsa, hamma narsasi zo'r bo'lsa-yu, lekin sizda muhabbat bo'lmasa, siz uni hayotingiz davomida hayot kechirib, birga yashab, uni siz yarata olmaysiz. O'zaro hurmat bo'lishi mumkin, o'zaro qadrli bo'lishi mumkin, lekin agarda muhabbat bo'lmasa, oxiri agar ajrim yoqasiga kelganingizda sizni ushlab qoladigan, sizni eringizda, ya'ni sizni turmush o'rtog'ingizda, ya'ni sizni umr yo'ldoshingizda, partnyoringizda va sizni ushlab qoladigan narsa, ya'ni oilani buzilishiga xalaqit beradigan va o'sha oilani saqlab qoladigan narsa bu muhabbat bo'ladi. Agarda muhabbat bo'lmasa, ishonavering, bu oila parokanda baribir biror kun emas, biror kun bo'ladi. Ayangiz rozi bo'lishi mumkin, dadangiz rozi bo'lishi mumkin, hammani ko'zida siz zo'r bo'lishingiz mumkin, lekin u yerda muhabbat bo'lmasa juda ham qiyin. Aynan shu uchun ham men sizga maslahat beraman. Siz partnyoringizni tanlashda birinchi o'rinda siz o'zingiz tanlov qilishingiz kerak va u inson sizga birinchi o'rinda qalbingizga mos kelishi kerak. Sizni qalbingiz o'sha insonni xohlashi kerak. Qadriyatlar, uni sizga mos kelishi, ota-onangizga to'g'ri kelishi, juda ham ko'p o'zbek erkaklari qiladigan, hatto o'zbek ayollari qiladigan, hatto prosta ota-onamga to'g'ri kelyapti, oilasi yaxshi ekan yoki qadriyatlari to'g'ri kelyapti. Ko'pchilik ayollar yaxshi ishlashli ekanda, aynan mana shunaqa narsa bilan tanlasangiz partnyoringizda, bu oila kelajakda parokanda bo'lishi 99% bo'ladi. Juda ham kam holatlarda bunaqa oilani saqlab qolish mumkin. Va menga keladigan ayollarda 95% aynan mana shunaqa muammo bilan keladi. Ya'ni men oilamni saqlab qola olmayman va xohlamayman ham, chunki men sevmayman deydi. So'rayman, sen o'z xohishing bilan o'zing tanlab erga teganmisan? Va albatta bunaqa javob bo'lmaydi. To есть ha degan javob bo'lmaydi. Yo'q, men bu oilamni yaratganligim, meni dadamni tanlovi, ayamni tanlovi to'g'ri kelganligi uchun, ya'ni meni qadriyatlarim to'g'ri kelganligi uchun men tanlaganman yoki yaxshi ishlaganligi uchun tanlaganman, shunaqa narsa. Ya'ni o'sha siz kelajakda erishmoqchi bo'lgan yutuqlarga birinchi o'rinda erkakda erishmoqchi bo'lgan yutuqlarga, erkakda zo'r o'stiradigan bu ayollik energiyasi. Agarda sizda ayollik energiyangiz yuqori qilsangiz, qolgan hamma narsa bo'ladi. Siz любой erkakni millioner qila olasiz. Shuning uchun erkakni tanlashda birinchi o'rinda siz uni qalbingiz bilan tanlang, undan keyin qolganlarga e'tibor bering. Bu juda ham muhim. Va bu yerda sizda butun hayotingiz tikiladi. Bu hayot mamot masalasi va bu yerda juda ham katta ehtiyot bo'ling. Shu meni ikkinchi hayot tajribamdan qilingan va meni tavsiyalarim. Kelajakda juda ham ko'p yillaringizni saqlab qola olasiz. Yana bitta partnyor tanlashda va o'zingizdagi bitta muhim narsalardan birini aytib ketmoqchiman. Siz o'sha partnyoringizni tanladingiz, qalbingiz xohladi, o'sha men qalbingiz bilan tanlayapsiz va u yerda juda ko'pchilik qiladigan xato, siz tanlaganingizdan keyin siz juda berilib ketasiz. Ya'ni sizni hayotingiz mazmuniga aylanadi o'sha inson. Siz umuman o'zingizni o'stirishni bilmaysiz. Bu narsani men ko'p qilganman. Ya'ni hayotimda necha yil davomida, 28 yil davomida shu ishni qilganman. Va juda ham berilib ketganman. Men farzandimni dunyoga keltirganman va katta qilganman. Men oilam, balam, chaqam, erim, bolalarim bo'lganman va shu yerda men o'zimni umuman realizatsiya qila olmaganman. Aynan bu yerda balansda ishlashingizni maslahat beraman. Birinchi o'rinda oiladagi zo'r munosabatda
muhabbatdan keyin turadigan narsa sizda kim ekanligingiz, shaxs sifatida rivojlangan inson bo'lishingiz. Shaxs sifatida rivojlangan inson bo'lib turib, muhabbat bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni birinchi muhabbat, undan keyin siz o'zingiz qanaqa insonsiz, shaxs sifatida qanaqa rivojlangansiz. Va aynan mana shu yerda agarda siz faqatgina eringizni qo'liga qarab qolgan ayol bo'lsangiz, mani ham Vau, men senga osmondagi oyda olib beraman, seni bunday qilaman degan erkak ham sizni bir tengilmay qo'yadi. Bu juda ham ko'p ayollarning qiladigan xatosi. Va u yerda siz umuman statusiz bo'lmaydi, sizda umuman gapingiz inobatga olinmaydi va siz xuddi bolachadek sizga ko'riladi. Juda ham ko'pchilik ayollar shunaqa qilishadi va meni energiya polemga, meni kurslarimga kelgan ayollar bu narsani juda tezlikda o'zgartirishadi. Maksimum 4-5 oyda hammasini balanslashtirib olishadi. Agarda siz ham shunaqa xato qilayotgan bo'lsangiz, albatta meni kurslarimga kelishingizni maslahat beraman. Undan keyingisi, uchinchisi bu farzand tarbiyasi. Farzand tarbiyasidagi katta xatolar bu farzandingizni urishingiz, farzandingizni so'kishingiz. Va bu yerda nima uchun siz farzandingizni urasiz va so'kasiz? Men bu xatoni qilganman. Men bemalol ayta olaman, bu xatoni qilganman. Farzandimni, katta farzandim, ya'ni qizimni urganman, so'kkanman, real urganman. Va bu xatoni qilganimdan minglarcha afsus qilganman. Va qizimni kechirish uchun 2 yil men vaqtim ketgan. O'zimni juda ham kuchli aybdorlikka kirib ketganman. 28 yoshimda uyg'onganimcha men shu xatoni qilganman va 2 yil umrim ketgan bo'lsa men achimayman. Qizimni, o'g'limni urib turib hech qanaqa yaxshilikka erishmaganman. Qizingizni, o'g'lingizni urganingizda siz o'zingizda bolaligingizdagi bolakaychangizni urgan bo'lasiz. Chunki siz bolaligingizda sizda ayangiz, dadangiz sizni urgan bo'lsa, siz farzandingizni urasiz. Aynan mana shu yerda alamizni farzandingizdan olgan bo'lasiz, lekin bu yerda farzandingizni urishingizdan oldin birinchi o'rinda sizni qalb bolakaychangiz, o'zingizning qalb bolakaychangiz rozimi sizdan va u nimani istaydi. Va undan keyin o'zingizni urganib, o'zingizni rozi qilsangiz, o'shandagina siz farzandingizni urmaysiz. Va aynan sizda energiyangizni kim oladi va sizni doimiy ravishda kim manipulyatsiya qiladi, doimiy ravishda sizda energiyangizni olib, sizni yomon ahvolga qoldiradi, asabiylashtiradi. Aynan mana shunaqa holatda o'rganib chiqishingizni maslahat beraman. Farzandingizni ursangiz, farzandingiz prosta kelajakda loser bo'ladi. Hech narsaga erishmaydigan, qo'rqoq, o'zini namoyon qila olmaydigan, 50 yoshgacha, 60 yoshgacha ayollar, erkaklar juda ham yopilgan. Hattoki erkaklar o'zini muhabbatini izhor qila olmaydi, yaxshi ko'rgan insoniga. Xotini bo'lsa ham masalan sevaman deya olmaydi, shunaqa erkaklar keladi. Aynan ular urilgan, so'kilgan, chegaralarga tiqilgan yoki qizlar, ayollarda o'zini namoyon qila olmaydi. Erkaklar qalb kasbiga erisha olmaydi, hech narsaga erishmagan bo'ladi. Munosabatda yoki muammosi bo'ladi. Aynan agarda siz farzandingizni ursangiz, so'ksangiz, farzandingiz prosta nichtojisi bo'lib katta bo'ladi. Hech kim bo'lmaydi kelajakda. Agarda siz farzandingiz kelajakda baxtli, birovning qo'liga borib tayoq tagiga qolib ketmasligi uchun yoki baxtsiz bo'lmasligi uchun, agarda hech kim bo'lmasligini istasangiz, uring, so'king. Agarda siz yo'q, men farzandimning baxtli bo'lishini istayman, kelajakda o'zining orzulariga erishishini, men kelajakda faxrlanib yuradigan farzand bo'lishini istayman desangiz, farzandingizni urmang. Agar urib qo'yayotgan bo'lsangiz, hech narsa qila olmayotgan bo'lsangiz, o'zingizni sizda ishlang. O'shandagina siz uyg'onasiz. Agarda sizning ruhingiz uyg'onsa, hech qachon siz farzandingizni ura olmaysiz. Agarda siz farzandingizni urishni istamaysiz, albatta farzandingizni hech kim urishni istamaydi. Farzandingizni urishni istamaysiz, lekin farzandingizni uryapsizmi? Demak, sizning ruhingiz uxlab yotibdi. Siz g'aflat bosib yotibdi ruhingiz. Va u ruhingizni uyg'otishingiz kerak. Agarda ruhingizni uyg'otmoqchi bo'lsangiz ham, albatta bu hayotdan tajribalarni men ko'rganman. 28 yoshimgacha bu xatoni qilganman va bu xatolarni qilib, bundan tajriba olib va to'g'rilashga harakat qilganman. Hozir Xudoga shukr, meni farzandlarim o'zini fikrini to'liq bayon eta oladi. 14 yoshar qizim o'zini kimligini aniqlab olgan, nima kelajakda qanaqa kasb egasi bo'lishligini aniqlab olgan, o'zini bemalol namoyon qila oladi, hech narsadan qo'rqmaydi. Bu narsadan men juda ham minnatdorman. Kstati,
farzandimni urmasam, so'kmasam tarbiyasiz bo'lib ketadi deysiz. Tarbiyasizlik bu sizningcha o'zini fikrini aytmaslik va gap qaytarmaslikmi? Da. Faktiski urilmagan, so'kilmagan farzandlar o'zini fikrini aytadi, ular hech narsadan tap tortmaydi, hech narsadan qo'rqmaydi. Zato da sizga neudobno bo'lishi mumkin. Insonlar orasida xuddi o'zbekskiy tipичный familyda, oilalarda tarbiyasiz qavs ichidagi tarbiyasiz deyish mumkin, lekin faktiski o'sha tarbiyasiz degan farzand o'zini namoyon qila oladi, kelajakda baxtli bo'la oladi, o'zini qalb kasbiga ega bo'la oladi va kelajakdagi будущий millionerlar, ya'ni kelajakdagi tayyor bo'ladigan millionerlar bo'lishadi. Baxtli, taxtli millioner, hayotidan rozi va butun hayot davomida baxtli yashaydigan insonlar bo'ladi. Aynan shu uchun siz farzandingizni odamlarning ko'zida tarbiyasiz bo'lsa ham, siz uchun siz o'zingiz nimani xohlaysiz? O'zi tarbiyali degan bu insonlarga udobniy, quloq soladigan, hamma aytganini qiladigan biorobotlar tarbiyali. Agarda siz farzandingizni tarbiyasiz va baxtli qilmoqchi bo'lsangiz, farzandingizni urmang. Agar urib qo'yayotgan bo'lsangiz, uni vaqtida to'g'rilashga harakat qiling. Agarda to'g'rilay olmasangiz, albatta menga murojaat qiling. Shunaqa. Xullas, men Londonga kelganligimning maqsadi o'zimni ishlarim bilan kelganman. Hozir maktab ta'tili, Britaniyada maktab ta'tili va kelganimdan keyin Londonni aylandik, Big Bangga bordik, aylanadigan joylar, kruizga mindik. Undan tashqari ko'chalarda aylandik, yana muzeylariga, aynan qirollik saroylariga kirmoqchi edik, lekin farzandlarim kirishni istamagani uchun keyingi safar kelib o'quvchilarim bilan birga kirishga qaror qildik. Eng qizig'i, aynan o'quvchilarim meni Londonga chaqirishdi va biz uchrashdik. Samarqandda emas yoki O'zbekistonda emas yoki Turkiyada emas, aynan Londonda meni o'quvchilarim juda ham ko'p. Va o'quvchilarim bilan birgalikda uchrashdik, ko'rishdik, birga aylandik, 2-3 kun birgalikda vaqtimizni o'tkazdik. Meni Londonda, Amerikadagi davlatdagi, Yevropadagi, misol uchun Shvetsariya davlatlarida, Rossiyada yashayotgan o'quvchilarim ham juda ham ko'p, Turkiyada yashayotgan o'quvchilarim juda ham ko'p. Balki Londonda yoki Turkiyada retreat qilarman, lekin bu haqda o'ylab ko'rmaganman. Men juda ham minnatdorman, что har bitta davlatda, почти har bitta davlatda meni o'quvchilarim borligidan va ular bilan ko'risha olganimdan, vaqtimni просто amazing o'tkazdim Londonda. Men yana kelaman. Где-то oktyabrlarda kelaman. Aynan Antaliyadagi sayohatimdan keyin va biz kelishib oldik. Antaliyadagi sayohatimdan keyin kelib, aynan biz birgalikda keyingi, короче, bizning maqsadimiz bordi, yana bitta maqsadimiz vertolyotda uchish, lekin vertolyotda ucha olmadik. Sababi vertolyotga uchish uchun 1 oy oldin siz joy bronировать qilib qo'yishingiz kerak ekan, to'lov qilib qo'yishingiz kerak ekan. Biz bu narsani bilmaganmiz. O'sha uchun keyingi Londondagi sayohatimda aynan Britaniyadagi London shahridagi vertolyotga uchganimni qo'yaman inshaalloh. Xullas, aynan men bu blogimda o'zimni ustozlarimdan olgan ilmlarimni, jamiki hayotimda qo'llagan tajribalarim, ya'ni ish bergan va meni hayotimni ijobiy tarafga o'zgartirgan, haqiqatan ham men orzuyimdagi hayotga o'tkazgan jamiki tajribalarimni, nafaqat o'zimnikini, albatta o'quvchilarimni ham hayotida qo'llagan. Bye, have a good day, see you. Aynan meni o'quvchilarimni hayotida, o'zimni hayotimda qo'llagan tajribalar va ish bergan jamiki informatsiyalarni, ilmlarni, bilimlarni, meditatsiyalarimni, umuman shaxsiy hayotimni har xil davlatlarda, har xil shaharlarda, aynan mana shunaqa lokatsiya, chiroyli lokatsiyalar bilan olayotgan podkastlarimni bo'lishib boraman. Aynan shu uchun menga obuna bo'lib qo'ying, chunki shunaqa ehtimol bor ekan, agarda siz hozir menga obuna bo'lib qo'ymasangiz, balki biz siz bilan ko'rishmaymiz, balki siz meni boshqa videolarim bilan aynan sizni yo'lingizdan chiqib kelmayman, topa olmay qolishingiz mumkin. O'sha uchun menga obuna bo'lib qo'ying va undan tashqari aynan men sizga maksimalniy hayotimdagi juda ham muhim
hayotimdagi tajribalarimni, tavsiyalarimni berdim. O'zingiz qanaqa xatolar qilgansiz va hozir qanaqa xatolar qilyapsiz va aynan shu podkastimdagi qanaqa xulosalaringiz, insaytlaringiz bo'layotgan bo'lsa, hammasini yozib qoldiring. Men juda ham xursand bo'laman. Menga obuna bo'lib qo'ying, yana bir marta aytaman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sizni yaxshi ko'raman va bugungi podkastimiz aynan Londonda Bridge Tower viewsi bilan siz bilan Nafisa Narkulova bo'ldi. Sizni yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi podkastlarimda ko'rishguncha. Всем пока-пока.